Assalomu alaykum. Bugun biz Bo'stonliq tumani Burchumilli qishlog'ida joylashgan suvni bo'yida panoramali river dachasiga kelganmiz. Manzara hali nima deyapti bu manzara? Ko'ringlar. Shunaqa dachada dam olish hammalarga nasib qilsin. Shundoq suvi bo'yida dachamiz. Manzarani ko'ringlar, quyosh botishini mazza qilib shu yerda tomosha qilsanglar bo'ladi. Dachamiz 20 kishini o'z bag'riga bemalol sig'dira oladi. 20 kishi mazza qilib dam olsa bo'ladi. Tabiatni ko'ringlar. Mazza qilasiz. Oldi ochiq, tapchan suv bo'yida. Basseynlari ham katta. Komfort. Haqiqatan shu dachada komfort bor, ko'ringlar. Remontlarini ham boshqacha qilib qo'yishgan. Futbolni shu yerda tomosha qilsanglar ham mazza qilib dam olsa bo'ladi. Kolonkalarini ko'ringlar, original karaoke qo'yib qo'yishgan. Oddiy kolonkali emas. Oshxonalarni ko'ringlar. Eng zo'r tarafi, agar oilaviy juft halolinglar bilan kelgan bo'lsanglar, mana shu joyda spalni dushlari ichida krevetlarni ko'ringlar. Bu premium hisoblanadi bu joyimiz. Ertalab yotganingizda shu priodiga qarab uyg'onasizlar. Ko'zingizni ochishingiz bilan shu manzara bo'ladi sizga, ko'ring. Mazza qilasiz. Oynani ochib, salqin Chorvoq suv omborini suvlarini, ovozini, vannalarni, to'lqinlarni ovozini eshitib uyg'onasiz. Bu dachamizda 4 ta yotoqxonasi bor. Ichkarida 3 ta sanuzeli bor. Tojiboy 3 ta sanuzeli ichkarida. Ichkarida 2 ta, tashqarida 2 ta. Ha, tashqarida ham bor. Sal adashma, xonalarni ko'ringlar. Toza, ozoda holatda topshiriladi. Nomerlarni qoldiraman. Bron qilib mehmonlarni olib kelsanglar ham uyalib qolmaysizlar. Shu dachada mazza qilib dam olasizlar. Bilyardga ham yaxshi bilyardlardan, yangi o'tgan yili qo'yilgan bilyard. To'rtta yotoqxonasi bor-da. Ha, 4 ta yotoqxona. Shu qavatda yotoqxonasi bor, 4 ta. Dacha 3 qavatda bor. Mana kazarmamiz. Ko'ringlar. Va bu yoqda yana bitta shunaqa односпальный krevetlar joylashgan. Dachamizning ikkinchi qavatiga tushamiz, pastga. Va shu bilan suv bo'yigacha tushib ketamiz. Hozir svetlarni yoqib o'rgan, bir to'la ko'rsatib ketamiz. Bu qavatimizda tennis joylashgan. Uchinchi dushimiz. Bu hozir uchinchisi bo'ldi. Pastda yana bor. 4 ta de. Bu yerda yana xona bor. Bu yerda PlayStation xona. Endi o'rnatishadi televizorlarni. Katta. Xullas mazza qilib dam olasizlar bu dachada. Hozir yana bitta zo'r fishkasini ko'rsataman. Ertalab shu yerda nonushta zo'r ketadi lekin. Chet elga borishi shart emas. O'zimizning Chorvoqda, Burchumillida suv bo'yida sanoqli dachalar bor.
Shu sanoqli dachalardan birida mana hozir syomka qilyapmiz. O'tirgan holatda shunaqa ko'rinadi tabiat.